Assalomu alaykum Yorqinbek uz kanalining obunachilari. Sizlarga yangicha video tayyorlab qo'ydik. Mana shu ko'rib turgan echkimiz mana zanin deydimi, kimdir zanin deydi, kimdir rus echkisi deydi. Mana buni bilsalaringiz oldin sizlarga video qilib ko'rsatganimda buni shoxi bor edi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Hozir shoxi yo'q, mana tepalari. Shoxini kesdi azizlar, agar kimgadir bo'lsa, shunaqa kal qilmoqchi bo'lsa, mana shunday shoxini yoshiga to'lgandan keyin mana urg'ovchi echkimiz bo'lsa, urg'ovchi echkini primerni bir qorin tuqqandan keyin suti qochmasligi uchun bolalari ozgina katta bo'lgandan keyin uni kesishni sizlarga taklif qilaman. Salqinroqqa kesish kerak. Biz ozgina issiqqa qolib qoldik, lekin bitib bo'ldi. 1 oy chamamda bitib qoldi, 1 oy bo'ldi. Xullas keling, mana shu bolalari ozgina katta bo'lgandan keyin kesib tashlasangiz bo'ladi. Mana kal bo'ladi. Buni shoxini kesishdan maqsadimiz, maqsad qo'raga 2 ta echkini yo 3 ta 4 ta echkini birday qo'ya olmaysiz. 4 tadir, 5 tadir, 3 tadir. Xullas keling, mana 2 ta, 3 ta, 4 ta mana shunaqa qilib bitta qo'raga qo'ysangiz, misol mana 2 ta 3 ta uloq, bitta mana egiz tug'aykan qo'ylarimizni balasi. Misol mana shunaqa qilib bitta qo'raga 2 ta tiqib qo'ysangiz, bir-birlarini suzib, qornini yorib tashlashgacha boradi. Mana shu uchun biz buni shoxsiz variantga aylantirishga qaror qilib, mana shu ishni qildik. Atay maslahat beraman, zo'r, yomon emas, lekin nima deydi? Salqinga qilsalaringiz shunisi yaxshiroq, chunki pashsha, chivin shunaqa narsalar bo'lib bitishi yaxshiroq bo'ladi, yo bo'lmasa qurish yaxshiroq bo'ladi. Qotishi bitib zakoni bo'lib qoladi. Xo'sh, sizlarga video davomida aytib o'tib ketmoqchiman. Chimi spray degan spreyimiz bor. Mana 200 ml. Buni shoxini kesgandan keyin fioletni chiqadi ichidan. Shoxini kesgandan keyin bu et ketiradi, bitishiga yordam beradi. Xullas, mana shu spreydan foydalanishlaringiz mumkin. Mana azizlar, ikkinchisi mana bu alpinskiy takamiz. Eslasalaringiz, buni ham video davomida tashlab borganman. Buni ham shoxi bor edi. Buni eskicha akalarimizdan so'rab shoxini kessam bo'ladimi degandim. Shunga akalarimiz aytdilar, o'sishdan to'xtagan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Agar hozir kessangiz ham 1 yoshga kirgan bo'lsa, hozir kessangiz ham bo'ladi. Tagidan ozgina chiqadi, u mo'rt bo'ladi. Keyingi safarga yana kesib tashlashlaringiz mumkin deyilgandi. Xo'sh, azizlar, mana bu Chexalpin, o'sha Chexskiy alpin echkimiz. Bu bo'g'iz, yana eslasalaringiz 2 ta bor edi o'zi, birinchi olib kelgandim, video qilib tashlagandim. Mana buni ham shoxini egalari rezinka qo'yib, rezinka bilan uzib tashlayman deganlar, lekin bu kulib kim qanaqa bo'lib ketdi. Bularni ham shoxini kesamiz. Faqat hozir bo'g'izligi sababli buni shoxini kesmadik. Endi o'zlaringiz bilasizlar. Homilador bo'lgan uchun ozgina bunga nagruska bo'ladi. Buni alohida olib qo'yganim sababi hozir sizlarga ko'rsataman. Mana akalar, sababi ikkalasi ham bo'g'iz. Mana bu kishim ulog'imiz. Nariga uloqni suzib qo'ydi. Mana burchaklarga tiqib, kim nimalar qilib, даже mana bu yana bunday qilib bittalaganga joy, bunisiga, ikkinchisiga ikkalasidan ovqat yeydi. Mana bundan suv ichadi degan maqsadga taxlagandik, lekin shoxi borligi sababli buni qilolmadik.
Chunki bunisi unisini suzib mana o'sha ko'ryapsizlar ham nima qilayotganini. Mana shunaqa qilib. Agar kimda kim bo'lsa, yana savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozsalaringiz, men spreyni, rasmni video qilib, yana bir spreyni o'zi alohida, sprey haqida ham alohida video tayyorlash so'rasalaringiz, uni ham vet aptekamizga borib, yana boshqa xillaridan sizlarga video qilib tayyorlashga harakat qilaman. Xo'sh. Video yoqqan bo'lsa like bosing, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ying, kommentariyaga fikr mulohazalaringizni yozib qoldiring. Kimda kimga savol bo'lsa, kommentariyaga yozsalaringiz, albatta kommentariyani o'qib javob sizlarga beramiz. Kattakon rahmat, siz bilan Yorqinbek o'z kanali bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.